Nonni katta tishlasang ham katta gapirma sen bola. Men hammadan edi, Rishtondan edi. Men seni obzor qilyapman, uydimi? Tomini usti yopilganmi deganlar uchun mana shifri bor. 5-etaj. Lifti yo'q. 3 xonali kvartirani obzorini qilyapman sizlarga. Umumiy sanuzilda hamma yoq mavjud. Uzun kengina koridor bor. Birinchi xonaga kiryapmiz. Aboylar yopishtirib chiroyli qo'yishgan, qaranglar yaxshilab. Men nomdan kelsanglar bitta 3 litrda kompot bonus. Siraza balkonga chiqyapmiz. Balkoni ham rosa chiroyli ekan. Ikkita yangi domlardan manzilda eslatib o'taman. Rishtondan Zodiyon ketishda Dahped Mafiyada 707 magazin oldidan kirib kelsanglar, o'sha yangi ikkita yangi domdan. Birinchi xonadan chiqyapmiz. Ikkinchi xonaga kiryapmiz. Ikkinchi xonada ham aboylarni chiroyli qilib o'rib qo'yishgan. Chap qo'lda kuxnyasi. Siraza aytaman, gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Bu yerdan chiqamiz, kengina koridori. Katta zalga kiryapmiz. Bu tomonda mana bu yerda bog'cha bor, naryoqda maktab, lokatsiyasi zo'r joyda. Keyin ko'pchilik narigi videoda lilolinmi deyishibdi. Yo'q. Laminat bu. Bu palos. Mana bor-ku, enini qaranglar, pishgan g'ishta bo'lgan. Enini kattaligini rosa baquvvat, mustahkam. Buni 5-6 yil olgan narxiga qo'yapmiz. Ustiga hech qanaqa pul qo'yilmayapti. $24,000 bo'lishi, kredit hech narsasi yo'q. Narx pulga 24,000. Mana sizlarga bitta imkoniyat. Yarim pulini beringlar, 1 yilga 3 ga bo'libmi yo 4 ga bo'libmi, 2 ga bo'lib bera olasizlar.